Hammamiz nimani da'vo qilamiz? Adamiz bilan ayamizga bo'lgan muhabbatni da'vo qilamiz. Mana shu yerda hammamiz. Hozir misol uchun sizga aytsam-da, adangiz bilan ayangizga savobingizdan berarmidingiz desam, shubhalanmasdan turmadingiz? Ha, deysiz, to'g'ri. Lekin faraz qiling, siz mashinada o'tiribsiz. Mashinangizdan taqib olgan remengiz tiqilib qoldi, ocha olmayapsiz. Uni kesgani pichog'ingiz ham yo'q, qaychi ham yo'q oldingizda. Mashina ham zavat bo'lmayapti, o'chib qoldi. Boshingizni bundoq ko'tarsangiz, to'g'ringizdan katta haligi g'ishmi yuklab olgan katta samasval mashina kelyapti-da. Shofyor migat qilyapti-da sizga. To'g'rimizim ishlamay qoldi, rulim qotib qoldi, to'g'ri san ustingga kelyapman deyapti. O'sha paytda adangizlarni eslaysizmi, ayangizlarni eslaysizmi? To'g'risini ayting. Hech kim eslamaydi o'sha. Jonim deb turadi. Qiyomat kuni bo'lganda, jahannammi? Jahannam o'kirib keladi, jahannam olib kelishadi. Zanjirlarda sudrab farishtalar. Jahannamni shiddatini ko'rganda farzand birinchi bo'lib adasi bilan ayasiga yopishadi. Nimaga menga namoz o'qish o'rgatmagansizlar deydi. Nimaga buyurmagansizlar deydi. Quloq solmagan dars qildi deysiz, quloq solmasam urdingiz. Falon joyga borib ketdingiz, bormasam urdingiz. Quloq solmay cho'milishga ketib qolsam urdingiz-u, nimaga namoz o'qimaganim uchun urmadingiz deb Alloh ketadiki, men namoz uchun tortadigan bo'lsang hozir, birinchi ota-onamni tortgin deydi farzand. O'shaning uchun agar biz rostmana farzand bo'lsak, rostmana mana shu yerda o'tirgan hammamiz adamiz bilan ayamizga rahmimiz kelsa, qazo namozlarimizni o'qishimiz kerakki, lo aqal o'zi yolg'iz Alloh uchun qilinadi bu narsalar. Lo aqal shu narsa uchun adamiz bilan ayamiz javob berishmasin. Bizning eng katta xatoyimiz farzand tarbiyasida nima desangiz, mana adam bilan ayam menga eng to'g'ri tarbiya berishgan, men ham shunaqa tarbiya qilsam farzandlarim eng to'g'ri tarbiya topadi deb o'ylaymiz. Vaholanki, mana shu yerda o'tirgan hammangiz o'zingizga savol beringlar. Necha yoshdan namoz boshladinglar? Necha yoshdan roza boshladinglar? O'sha tutmaganinglar uchun ishoninglar, ota-onaga osiladi farzand. Bu meni gapim emas. Bu Janobimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplari. Onajonim, boya hali tushuntirganimizda bu narsani qolipi yo'q. Misol uchun men siz kasblaringizni bilmayman, sizga qanaqa o'qish qilay bilmayman. Misol uchun taxmin qiling, necha yil bor? 20 yil, 25 yil, 30 yil, misol uchun. Siz to'ldirib boraverasiz. Kuniga aytaylik 5 mahallani to'ldirib boraverasiz. Vitr ham o'qilinadi biz ham mazhabimizda. To'ldirib boraverasizda, chaqiruv qog'oz kelib qoldi u yoqdan, chaqirib qolishdi sizni. Ketib qoldingiz u yoqqa. Robbimiz so'raydi, agar bandamni umrini uzoq qilganimda, tani joni sog' bo'lgan to'ldirarmidi? Ha, to'ldirardi. Bo'ldi, to'ldi hisob deydi, inshaalloh. Faqat biz qilishimiz kerak bu narsani. Bu narsaga himmat qilishimiz kerak. Boshqa narsa emas. Shunga harakat qilishimiz kerak. Bolalarning o'zi 7 yoshdan bolaga namoz o'qishga buyuriladi. O'sha kitob ochilgani uchun majbur qilaverasiz. Sizdan qo'rqib bo'lsa ham o'qisin. Sizdan qo'rqib bo'lsa ham o'qirsinki farzandingiz. O'sha namoz vaqti o'qish kerak bo'lgan paytida u tushunib yetadi. Mana sizga bitta savol. Islomga baxshida qilingan umr degan kitob bor. Hazrat haqlarida. Hazratda adalari, Hazratda kamol topishlari uchun har kuni kechqurun farzandlarining kamolati uchun 120 rakat namoz o'qirkanlar. Siz o'zingiz farzandingiz namozxon bo'lishi uchun, itoatgo'y bo'lishi uchun necha rakat namoz o'qidingiz farzandingiz uchun? Ko'rdingiz? Bizga eng oson narsa nima? Duo qo'yishda. Duo albatta qilish kerak, to'xtash kerak emas. Lekin namoz o'qigansiz, unga tahorat qilish kerak, namoz o'qish kerak, egilib turish kerak, vaqt ketadi. Undan ko'ra bitta yaxshi odamni ko'rib, duosini olib qo'ya qolaman deb qo'ya qolamiz. Nafsimizga nima yoqadi? Duo yoqadi. Siz o'zingiz kunduz kuni bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi, farqi yo'q. 2 rakat namoz o'qib, farzandingiz uchun Allohim farzandlarimning kamolatini ber. Solih kelajakda soliha farzand ber. Uzatsam qaytib kelmasin. Uylantirsam baxtli bo'lsin. Zurriyodidan olim ulamolarni chiqazgin deb hozirdan yalinmasangiz,
Sizni farzandingiz uchun masjidda o'tirgan hech kim yalinmaydi. O'zingizni farzandingiz uchun faqat o'zingiz yalinasiz. Tarbiya ham xuddi shunaqa. Bog'chapa yoki maktab o'qituvchisi sizni farzandingizni tarbiya qilib bermaydi. Agar mayli desanglar, vaqtimizni bo'libdi, suhbatimizni boshlaymiz. O'sha aytganimizda suhbatimizga yozib boriladi. Keyin guruhingizga kirib turib bugungi suhbat tashlab beringlar deb shaxsiyimizga yozsanglar, albatta tashlab beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Meni ismim Abdulloh. Men shu Ittihod jamoasida ishlayman. Avvalambor Robbimiz azza va jalla bu ojiz bilan qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Eng katta baxt o'ziga haqiqiy qul bo'lish, Janobimiz sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lib yashab o'tish baxtini hech qaysimizdan ko'tarib qo'ymasin. Bundan katta baxt yo'q. Sizlarga bir xush xabar bilan boshlamoqchimiz. Kimdir birinchi marta qilayotgandir, kimdir bir yildan keyin umra qilayotgandir. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamdan shunaqa bashorat bor. O'sha umrani ihlos bilan kitob va sunnatga muvofiq kim qilsa, uni bo'ynida faqat bandalarning haqqi qoladi. Qolgan katta kichik gunohni Allohim xohlasa afv qiladi. Xuddi onaning qonidan tug'ilganda qanday begunoh bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatga keldi inshaalloh. Eng qiyini endi nima desa, mana shu holatga o'tkazish eng qiyini endi. Shayton alayhlarni yer yuzidagi jamiki mu'min muslimalarni umuman insoniyatda tavba tazarru qilib jannatga kirib ketishiga hech qachon rozi bo'lmaydi, hech qachon. Hozir sizlarga qo'limizdan kelgancha bir hadisni sharhlab berishga harakat qilamiz. Hadisni ulug'ligi nima bilan desangiz, hadisni rivoyat qilgan zot Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Hadisda ishtirok etayotgan zot bo'lsa, butun payg'ambarlarga Allohning vahiysini yetkazgan zot Hazrati Jabroil alayhisalom. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam shunaqa suhbat qurib o'tiruvdilar sahobalar bilan. Hazrat Umar aytadilar, bir kishi paydo bo'lib qoldi deydilar. Kiyimi nihoyatda oppoq, soch soqol nihoyatda qop-qora. To'g'ri keldi janobimizdan to'g'rilariga o'tirdi, tizzalarini bukib o'tirdi. Qo'llarini Rasulullohning oyoqlariga qo'ydi, tizzalariga. Islom nima deb so'radi? La ilaha illalloh demog'in, namoz o'qimog'in, roza tutmog'in. Ba'zi rivoyatlarda haj 4-chisida bo'ladi, ba'zida 5-chisida bo'ladi. Haj qilmog'in, zakot bermog'in dedilar. E'tibor bersangiz, islom nima desalar, hammasi badaniy amallar, ya'ni harakatlar bilan bajariladigan amallar. Iymon nima dedilar? Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, o'lgandan so'ng tirilishga, yaxshi va yomon kunni Allohdan deb bilishga, qiyomat kunni borligiga iymon keltirmoqing. Iymonga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu qalb amallari. Zohiran hech narsa yo'q, faqat qalbda bo'ladi. Bundan olinadigan asosiy xulosa nima desangiz, qanaqa amal qilmang badaniy, bu tilingiz bilan bo'ladimi? Xatti harakatingiz bilan bo'ladimi? Qalbingizda yolg'iz Allohni iroda qilmagan bo'lsangiz va bu amalingiz kitob va sunnatga muvofiq bo'lmagan bo'lsa, hammasi qabatda bo'ladi. Ya'ni bir tiyin mukofot olmaysiz degan. Agar siz bu yoqqa kelishingizdan maqsad, meni qavm qarindoshim umraga keldi, men kelib ketmasam bo'lmaydi endi. Hamma qudalarim kelib bo'ldi, sindoshlarim kelib bo'ldi, bitta men o'zim qolib ketdim degan niyatda kelgan bo'lsangiz, Robbimiz zolim zot emas. Ishoninglar. Qavmi qarindosh, sinfdosh, qudalarning nomida, mahalla ko'y nomida siz umraga borganingiz haqida hamma biladi va hamma sizni kelib tabriklaydi. Robbimiz har bitta kishini niyatiga yarashasini albatta beradi. Saodat asriga qaytadigan bo'lsa, Janobimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalari birin-ketin Makka-i Mukarramadan Madina-i Munawvaraga Alloh va uning rasulining roziligi uchun hijrat qilishni boshlashdi. Shunda bir kishi bir Ummu Qays degan bir ayol yaxshi ko'rib qoldi. Aytdiki, menga turmushga chiqqin dedi. Ummu Qays nima dedi? Men Madina-i Munawvaraga hijrat qilib ketyapman. Sen ham musulmon bo'l, Madina-i Munawvaraga hijrat qil. Men seni mahrim bo'ladi, men seni turmushga chiqishga roziman dedi. Haligi kishi Ummu Qays uchun hijrat qildi endi. Sahoba-i jalila gaplashib o'tirishibdi. Rasulullohdan so'rashdi: "Ya Rasululloh, biza
Alloh va Rasuli uchun hijrat qildik. Bu kishi bo'lsa, bu kishi uchun, ya'ni Ummu Qays uchun hijrat qildi. Bizni savobda tengmizmi deb so'rashdi. Janobimiz aytdilarki, albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Kim Alloh va uning Rasuli uchun hijrat qilgan bo'lsa, u Alloh va uning Rasuli uchun hijrat qildi. Kim birorta bir ayolga erishish uchun, mol-mulkka erishish uchun hijrat qilgan bo'lsa, o'sha narsaga erishibdi dedilar. Bu dunyoda namoz o'qiymizmi, ro'za tutamizmi, zakot beramizmi, sadoqatlar qilamizmi, tabassum qilamizmi, yaxshi gap gapiramizmi, ilm suhbatda o'tiramizmi, farqi yo'q. Alloh va uning Rasuli buyurgan ishni qilar ekanmiz. Zohiran mana shu yerda qaraganda hozir hammamiz xuddaki Alloh va uning Rasulini buyurganida o'tiribmiz. Lekin qalbimizda nima bo'lyapti? Uni faqat Alloh biladi. O'shaning uchun Janobimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Insonning badanida bir parcha go'sht bor. U go'sht buzilsa butun badan buziladi. U go'sht isloh bo'lsa butun badan isloh bo'ladi. Ogoh bo'linglar, bu qalbdir dedilar. Aql bu ma'lumotlar to'planadigan joy. Mana opamiz savol beryaptilar, farzandimizga namoz o'qi desa, bir xillar o'qishmaydi deyshadi. Inson yaratilgan paytida uni qalbi oppoq bo'ladi. Har bitta farzand bu dunyoga kelar ekan fitrati islomga moyil bo'lgan holatda keladi. Ota-onasi uni yahudiy, nasroniy yoki majusiy qilib tarbiya qiladi. Endi odam gunoh ish qilar ekan qalbiga bitta nuqta tushadi, bitta qora paydo bo'ladi. 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lib, mana shunaqa qora bo'lib qoladi. Aql yuqorida aytganimizdek ma'lumotlar to'plami. Farzandingizga namoz o'qi, bu o'rtog'ing bilan yurma, telefon o'ynama, vaqtingni qadrini bil deysiz. Aql bu gapni oladida, ma'lumotlarni qayta ishlaydi, qalbga yuboradi. Qalb buni yo qabul qiladi, yo qabul qilmaydi. Qabul qilmasligining sababi qalb qorayib ketgan bo'ladi. Qalb qabul qilishi uchun qalbni poklash kerak. Qalbni poklash uchun nima qilish kerak, nima kerak bo'ladi desangiz, Alloh haqida ma'rifat, ya'ni Allohni tanish kerak. Allohni tanish uchun eng birinchi qilinadigan ishlardan bittasi bu bizga bog'liq bo'ladi, ya'ni erkaklarga bog'liq bo'ladi. Erta o'tib, ertaga ekan inshaalloh sizlarni ustozlarimiz hammaligi Arofat vodiysiga olib chiqishadi. Arofat vodiysiga borganinglarda Hajjatul Vado bo'lgani, Janobimiz sallallohu alayhi vasallam 4 marta umra, 1 marta haj qilganlar. O'sha hajda turgan paytlarida nihoyat balog'at va fasohatga to'liq xutba qilar ekanlar. Aytadilarki, sizlar deydilar, qo'li ostingizdagiga boshliqsizlar, hadisda cho'ponsiz deb ham keladi. Biz javob beramiz bu kishilarga. Mana o'zingizlarga bitta savol, hammangizga mana 10 taraf egalariga. Eshigingiz taqilladi. Boring oching, qarang dedingiz. Uydagilar borishdi, ochishdi-da, bir yigit so'rayotadi, jonim sizni deydi. Kirsinlar dedingiz. Ro'paringizga hali yigit kelib o'tirdi. So'radingiz, keling, nima xizmat dedingiz. Hali yigit aytdiki, xonadoningizda Zokira, Obida bir qizingiz bor ekan, qizingizni qo'lini so'rab keldim. Mashaalloh, zo'r. Xo'p, men sizga qizimni bersam, menga nima va'da berasiz? Qizingiz bizning xonadonimizga tushganlaridan keyin ota-onamning xizmatini qiladigan xizmatkorimiz bo'ladilar. Meni xizmatkorim bo'ladilar. Bolalarimning tarbiyachisi, oshpazimiz, kirpazimiz bo'ladilar. Men o'zim ilm olaman, qizingiz bilan ishim yo'q. O'zimga jannatda vojib qilib olaman, qizingiz bilan ishim yo'q desalar, kim shunaqa yigitga o'zini qizini beradi? Berasizlar? Yo'qmi? Jumaga chiqib kelasizlar. Oshga borib kelasizlar Amr Ma'rufga. Jumadan kelgandan keyin onajonisi, bolalarim o'tiringlar bugun. Bugun jumada domla juma mavizasida mana bunaqa narsa dedi deb aytib berasizlarmi, yo'qmi? Amr Ma'rufga borib kelgandan keyin oshga bilmayman, ot yog'ini sopdimi, davlidan ko'tarilib ketdi, ko'kcha odamliklar deb shu narsa to'g'risida gapirasizlarmi yoki Amr Ma'ruf to'g'risida gapirasizlarmi? Agar sizlar juma namozidan keyin ham Amr Ma'rufdan ham keyin ham kelib oila a'zolaringizga faqatgina jumadagi tirbandlik u oshdagi masalalar haqida gapirsanglar, o'sha yigitsizlar. Ya'ni o'zingizga ilm olasiz, o'zingizga jannatni vojib qilasiz, qo'l ostingizlar bilan ishingiz yo'q. Bizni nimani joriy qilishimiz kerak? Haftada 10 daqiqa, 1 marta Alloh va uning rasuli haqida, u kishining oila a'zolari haqida, sahobai ikromlari haqida oila a'zolarimiz bilan suhbat qilishimiz kerak. O'shanda farzandlarimizning nazdida eng ulug' zot Alloh.
yer yuzidagi eng ulug' zot Janobimiz sallallohu alayhi vasallam, u kishining oila a'zolari, ashabi ikromlari degan narsa paydo bo'ladi. U kishilarga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. O'shanda, ya'ni ruschalab aytganda kumir Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messi emas, Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Biz bu urug'ni ekmasak, mana shu yerda o'tirgan hech qaysimiz shu narsadan, ya'ni sug'urtalanmaganmiz. Ming afsus bo'lsin, shu narsalar bilan dalil keltirishga gohida majbur bo'lamiz. Hozir internetda rosa aylanib yotibdi. O'zini ismi adashmasa Muzaffar, Turkiyada qamalgan, jinsini o'zgartirgan bir qiz bolaning ismini qo'yib olgan bir yigit bor. O'sha yigit tug'ilgan paytda uni ota-onasi, qavmi qarindoshlari mana shu o'g'lim kelajakda shunaqa bo'ladi deb orzu qilganmi? Mana shu yerda o'tirgan qaysi birimizning farzandimiz kelajakda dindan chiqib ketmaydi, jinsini o'zgartirmaydi degan sug'urtamiz bor? Qaysi birimizda bor? Hech qaysimizda yo'q. Qaysi birimiz boya o'sha opamiz so'raganlardek farzandlarimizning kamolati uchun kechqurun yig'lab 2 rakat namoz o'qiymiz yoki kunduz kuni yig'lab 2 rakat namoz o'qiymiz-ki, Allohim, meni zurriyotimdan murtadlarni, kofirlarni, mushriklarni chiqazma, ota-onasi yo'q bo'ladigan chiqazma deb yalanyapmiz. Xotirjammiz. Bu xotirjamlikni shayton alayhidan solib qo'yadi bizga. O'shaning uchun hoji dodalarim, biza qo'l ostimizdagilarga rahbarmiz. Bu kishilar qiyomat kuni bizga osilishadi. Biz bu kishilarga Alloh va uning rasulini, u kishining oila a'zolarini, ashab ikromlarini tanitishimiz kerak. Alhamdulillah yurtimizda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni kitoblari bisyor. Hadis va hayotda har pensiyangizda bitta jildini oling-da. O'tirib o'qing-da. Onajonlarimiz uchun, misol uchun, Nubuvat xonadonining xonimlari eng zo'r kitob. Biz uchun Abu Bakr, Umar, Usmon, Alini zo'r taniymiz. Qolgan jannat bashorati berilgan sahobalarni-chi, u kishining oila a'zolarini-chi, jannat bashorati berilgan va ahli bayt degan kitob bor. O'sha kitobni olaylik, o'qiylik. Mo'minning meroji degan mufassal namoz kitob bor. O'sha kitobni olib imkon qadar tarqatinglar. Siz ziyoratingizga kelgan odamlarga tarqatinglar o kitobni. Ilmga xizmat qilinglar. O'zingizga ruschalab aytganda bitta kadr tayyorlaylar. O'lding, o'chding bo'lib ketmanglar. Biz bu narsani o'sha Hazratdan ilhomlanib turib ko'p taklif qilamiz vatanimizda. O'zimiz o'qigan, yo'inki hozir kunda qizlarimiz o'qiyotgan maktabga boringlar. Taholatxonalarni ko'ringlar. Qizlarimizning taholatxonasining eshigi ichkaridan qulflanadimi yoki yo'qmi? Chashagirlari almashganiga necha yil bo'lgan? Aristolari bormi yoki yo'qmi? Qish kunlari onajonlarimiz, qizlarimizni sovuq suvda tahorat qilishyaptimi yoki yo'qmi? Shu narsalarga e'tibor beringlar. Nima amal qilishimizdan qat'iy nazar, yuqorimizda aytganimizdek, birinchisi kitobga, sunnatga muvofiq bo'lsin, xolis Alloh uchun bo'lsin. Bo'lmasam, xohlagan ishingizni qiling bu dunyoda. El yurt ichida nomish chiqadi. Odamlar sizni maqtashadi. Lekin qiyomat kuni bo'lganda, Allohning huzuriga borganingizda hech narsa topmaysiz. Hozir ustozlarimiz kelishdi, suhbatda oxirida sizlarga bitta narsani ilmoqchimiz. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam suhbat qurib o'tirar ekanlar. Suhbatga 3 kishi kirib keldi. Biri jamoani yorib o'rtaga o'tirdi. Biri jamoani chetiga o'tirdi. Yorib o'tirishga hijolat bo'lib uyaldi. Biri yuz o'girib chiqib ketdi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam suhbat tugagandan keyin aytdilar, bu 3 kishini misolini sizlarga aytaymi dedilar. Jamoani yorib kirib o'tirgan odam Allohdan so'ragan edi, Allohim unga so'raganini berdi dedilar. Haligi uyalgan odamni jazolashdan Allohim ham uyaldi dedilar. 100 o'girgandan Allohim 100 o'girdi dedilar. Qo'lingizda telefoningiz bor. Reelsni ko'rib o'tiribsiz, Vinerlarni. Bir ustoz chiqib qoldilar. O'zi 1 minutlik hozir reelslar. Va chiqib qoluvdi. Men bu masalani bilaman deb Alloh va uning rasulining so'zidan 100 o'girdingiz. Siz endi Alloh va uning rasuliga juda ham muhtoj bo'ladigan kuningiz, Alloh sizdan 100 o'girib qolish xavfi bor.
O'shaning uchun ilmni hurmati gapirayotgan odam emas, nima gapiryapti shunga diqqat qilish kerak. Stoloviyda turibsizlar, o'chiribdi. Aytaylik, Nodirjon ustozmi, Davronbek ustozmi, Odiljon hoji odamlar kirib qolishdi nogohon. Qora aka, keling dedingiz. Oldingizga o'tqizdingiz. Orqangizga to'polon qilsa, men navbatimni berdim, o'zi eng oxirga o'tib ketdingiz. Mukofoti nima bo'ladi, ayting? Sobirjon qishlog'ida ustozimizni oilalar yashaydi. Uyga borsalar, akalar aytibdiki, qori bizani bu Ramazonda o'tib bergan qori yigit olamdan o'tib qoldi. Yur, potaxagarchiligiga borib kelaylik deyshgan. Potaxagarchiligiga borsa, mahallani imomi o'tirgan ekan. Qori debdilar, men bu oilani yaxshi taniyman. Bitta ham avlodidan olim chiqmagan. Men bu o'tirgan kishi dadasi bo'ladi, hali olamdan o'tgan qorini. Buni opoqisi yem sotardi. Bitta ish qilar ekanlar. Navbat turgan paytida aytar ekanlarki, agar mayli desanglar derkanlar. Mana shu olim odamni shuni o'tkazib yuborsanglar derkanlar. O'shani mukofotidan nabiralari murattab qori bo'ldi. Olimlarni hurmat qilinglar. Sizlarni 50 boshinglar, sizlarni imominglar hisoblanadi. Sizlarni bu yoqda Makka-i Mukarramada, Madina-i Munawvarada qilgan ishingizga ham mas'ul, ham to'liq va to'g'ri qilishligi sababchi insonlar shular bo'lishadi. Keyin guruhni kuzatayotganimizda bir xabar keldi. Shu yerda men tanimayman kimligini, Nodirjon qora akamlarning guruhlarida qora akamlarning adalari olamdan o'tib qolibdi, adashmasam. Shunaqa bo'ldimi? Madina-i Munawvarada turishgan paytligida. Allohim ularga go'zal sabr bersin. Yana bu yoqda bitta guruh a'zolari bor, ularning onalari bu yoqda olamdan o'tib qolgan oldingi yil. Ularga bitta bashorat bor. Ustoz aytadilarki, Abro Muxtor Ali, janobimizdan bashorat qilib gapiradilarki, kim qayerda tug'ildi, O'zbekistonda tug'ilyaptilar-da, Makka-i Mukarramada olamdan o'tyaptilar. O'rtasi misol uchun aytaylik 5,5 ming kilometrmi? O'sha odamning qabri shunaqa darajada keng qilib qo'yiladi. Allohim eshitgan suhbatimizdan agar birorta bir manfaat topgan bo'lsak, bu Robbimiz azza va jalladan, hatto kamchilik hammasi bizadan